odamlarning og'zida gap turmaydi-da. Akangni o'sha yerlarda o'risga uylanib olganini odamlar gapirib yurishibdi. Oyijon, Aziz akam haqida gapiryaptilarmi? Ularni mendan boshqa xotinlari yo'q-ku. Eshitib qolmasin. Tag'in eshitib xafa bo'lib yurmasin. Oyijon, aytgan gaplaringiz rostmi? Aziz akam haqidagi gaplaringiz rostmi, Oyijon? Qizim, bilaman, xafasiz. Aytmoqchi emas edim sizga, lekin bilib qoldingiz. Xullas, eringizni Moskvada ikkinchi rus ayoli bor. Oyijon, bo'lishi mumkin emas. Aziz akam unday qilmaydilar. Afsuski shunday ekan. Azizjon birinchi marta Moskvaga borganida o'sha ayol juda ko'p yordam qilgan ekan. Siz og'ir bo'ling, qizim. Ot aylanib qozig'ini topadi. Sizni tashlab qayerga ham ketardi eringiz? Yo'q, Oyijon. Men ertagayoq Moskvaga erimni yoniga uchaman. O'zim ko'rmagunimcha ishonmayman. O'zim o'rgilay sizdan aqlli kelinim. Lekin qiynalmasmikinsiz? Axir uzoq joyga chiqmagan bo'lsangiz. Oyijon, menga Aziz akamning pullari emas, o'zlari kerak. Borib ko'raychi, u oyimchani qayeri ziyod ekan mendan. Oyijon, menga oq fotiha bering. Men bugungi reys bilan Moskvaga uchaman. Mayli qizim. Men nima ham der edim? Xohish o'zingizda. Faqat o'zingizni ehtiyot qiling. Почему вы приехали в Россию? Я приехала в гости. Assalomu alaykum, Oyijon. Alo, qizim. Yaxshi yetib bordingizmi? Ha, Oyijon, yaxshi yetib keldim. Unda Aziz akangiz bilan tezda uchrashingda birga qaytinglar. Xo'p, albatta shunday qilamiz. Xo'p, o'zingizni ehtiyot qiling. Alo. Assalomu alaykum, Aziz aka. Men sizni oldingizga keldim. Lobar, senmisan? Qachon kelding? Qayerdasan? Hozir keldim. Meni olib keting, Vnukovo aeroportidaman. Ketib qolma, hozir yetib boraman. Axir bu katta uy kimniki? Siz shu yerda turasizmi? Aziz aka, siz yolg'iz turasizmi bu uyda? Bu uy meniki desa ham bo'laveradi. Ha, aytgancha, sen qancha vaqtga kelding? Men sizni olib ketgani keldim. Maylimi, bafurja o'tirib gaplashib olsak? Aziz aka, bu uy o'sha o'ris ayolingizning uyi, to'g'rimi? Lobar, buni men senga qanday tushuntirsam ekan? Kel, undan ko'ra bugun damingni ol. Rosa charchagansan. Undan tashqari, bugun men ishxonada navbatchiman. Ertaga senga yotig'i bilan tushuntirib beraman. Unda sen yotib damingni ol. Eshik taqillasa ham ochma. Mening o'zimning kalitim bor. Ertaga kelaman. Baribir tez orada Aziz akamni O'zbekistonga olib ketaman. Hozir esa charchadim. Biroz uxlab olay. Hali senmiding dabdurustdan kelib olib, yerimni mendan tortib oladigan. Tur o'rningdan. Tur dedim. Sizlar kimsizlar? Bu yerga qanday kirdinglar? Chiqib ketinglar. Nega kelding? Kim chaqirdi seni? Balki Azizni mendan ayirish uchun kelgandirsan. O'zlaring nega keldinglar? Men erimni oldiga keldim. To'xta. Meni oilamni buzmoqchi bo'lgan senmisan? Ko'p gapirma. Yaxshilikcha sen tezda narsalaringni yig'ishtir. Bu ikki yigit seni aeroportga kuzatib qo'yishadi. Ey qiz, Natasha nima deganini eshitmadingmi? Uni aytganini qilmasang, holingga voy bo'ladi. Mayli, mayli. Faqat maylimi borib yuzlarimni yuvib chiqsam, keyin ketardik. Mayli, ruxsat. Faqat tez borib kel. Hey, ikkilang qizni kuzatib boringlar. Yur, biz ham sen bilan boramiz.
Alo, Lobar, yaxshimisan? Aziz aka, ahvol yomon. Uyga notanish kishilar bostirib keldi. 2 erkak va 1 ayol. Ayolning ismi Natasha ekan. Faqat aldamasdan to'g'risini ayting. Bu ayol o'sha mahallamizdagilar og'zida shov-shuv bo'layotgan sizni o'ris ayolingizmi? Men hozir boryapman. Borgach, hammasini tushuntirib beraman. Chiqmaysanmi endi? Yoki o'lib qoldingmi? 1 soat bo'ldi kirib ketganingga. Chiq bu yoqqa. Mana hozir chiqyapman. 1 daqiqa. 1 daqiqa. Uni sen olib ketgansan. Aniq qayerdaligingga ayt. Bo'lmasa yomon bo'ladi. Aziz, men bularning hammasini sen men bilan qolishing uchun qilgan edim. Iltimos meni kechir. Natasha, men sen bilan keyin gaplashaman. Hozir telefonni Lobarga ber. Lobar haligi hojatxonaga ketgani bilan hali kelgani yo'q. Menimcha u qochib ketdi. Ha, qochib ketdi. Nimalar deyapsan? Menga tezda lokatsiyangni yubor. Tezda yetib boraman. Keyin men shu yerga kelib qoldim. Qiziq. Hikoyang juda qiziq ekan, singlim. Sen endi nima qilmoqchisan? Endi bilmadim. Tong otgandan keyin Aziz akamni qidiraman. Yaxshi, unda menikida tunay qol. Sen axir yolg'izligingdan shikoyat qilmayotganmiding? Yo, bu qiz balki sen uchun hayot tuhfasidir. Qo'ldan boy berma. Nimadir dedingizmi? Yo'q, hech narsa. Yur, tunash uchun joyingni ko'rsataman. Marhamat, kirishingiz mumkin. Oldimizga Aziz kelyapti. Agar qizni topa olmasak, holimizga maymunlab yig'olaydi. Hammasi senlarni deb bo'ldi. Eshikni yopib oldingiz. Meni chiqaring bu yerdan. Mendan nima istaysiz? Eringni endi unut. U seni topa olmaydi. Mening shartlarimga ko'nsang, hayoting yaxshi davom etadi. Qanday shart haqida gapiryapsiz? Axir menga yordam bermoqchi edingiz-ku. Nima aldagan edingizmi? Mening shartim. Eringni unutasan va menga turmushga chiqasan. Nimalar deyapsan? Bekorlarni 5tasini aytibsan. Undan ko'ra o'lib ketganim ma'qul. Unday bo'lsa o'lib ket. Senga o'ylab ko'rishing uchun biroz vaqt beraman. Biz qizni xuddi shu yerga kelganini ko'rgan edik. Undan so'ng qaytib ko'rmadik. Unda qani u? Afsuski bilmayman. Mening ham niyatim yomonlik qilish emas edi. To'xta. Xu anavi kulbami? Assalomu alaykum. Keling. Sizga nima kerak? Assalomu alaykum. Men ayolimni yo'qotib qo'ydim. Ayolimni oxirgi marta shu o'rmonda ko'rishgan ekan. Dardingizga sherikman. Ammo men hech qanday ayolni uchratmadim. Essiz. Unda uzr. Sizni ham bezovta qilib qo'ydik. Biz unda boshqa joylardan ham izlaymiz. La'nati. Ayolingni mendan boshqa hech kim bilmaydi. Bu ayolni endi senga berib yuboradigan ahmoq yo'q. Men unga uylanaman. Hozir u o'ylayapti va rozi bo'ladi. Hoy, sen rozi bo'lasanmi yoki yo'q? Javobingni kutib ado bo'ldim-ku axir. Lobar qayerlarda yurgan ekan-a? Ishqilib joni sog'i omon bo'lsin-da. Nega ovozing ham chiqmaydi? Tirikmisan ishqilib? Yoki o'lib qoldingmi? Nima bo'ldi axir? Tirikmisan? Nafasam olmayapti. U o'lib qolgan. Ha, u o'lib qolgan. Endi buni yo'qotishim kerak. Faqat zudlik bilan. Hech kim bilib qolmasin ishqilib. Natasha, bilasanmi, menga kulbadagi kishi qandaydir shubhali tuyuldi. Ortga, kulbaga qaytamiz.
kishi tunda nima qilyapti? To'xtanglar. Yerda yotgan lobar emasmi? Axir u lobar-ku. Sen iflos xotinimni nima qilding? Axir sendan biz uni so'raganimizda nega aldaysan? Iltimos meni kechiringlar. Uni men o'ldirmadim. U o'zi o'lib qoldi. Meni qo'yib yuboringlar, iltimos. Lobar tirik. U ko'zlarini ochdi. Lobar tirik. Aziz, eshityapsanmi? Lobar, tirikmisan? Bu maraz seni qay ahvollarga solib qo'ydi? Lobarni tezda shifoxonaga olib borishimiz kerak. Ha, albatta. Biz esa jinoyatchini politsiyaga topshiramiz. Aziz aka, biz ikkimiz uyga qaytamiz. Faqat yo'q demang, iltimos. Ha, azizam. Sen tuzalib chiqqaningdan so'ng albatta uyga qaytamiz. Lobar, iltimos meni kechir. Men bunday bo'lishini istamagan edim. Men shunchaki Aziz meni tashlab ketishidan qo'rqdim. Lekin o'ylab ko'rsam xato qilibman. O'zimni o'ylab, birovni baxtsiz qilishimga ozgina qolibdi. Sen sog'ayib chiqqach, Aziz ham sen bilan ketadi. Kulbadagi erkakning holi nima kechdi? Unga chora ko'rildimi? Ha, biz uni politsiyaga topshirdik. U qonun oldida javob beradi. Endi esa sen dam ol. Aziz, to'g'risini aytsam, men sizlarni ketishingizni xohlamayapman. Ammo na iloj, taqdir ekan. Sen menga juda katta yordam qilgansan. Lekin meni tushun. Oilamga qaytmasam bo'lmaydi. Xayr, Natasha. Qilgan yaxshiliklaringni unutmayman. Shunday qilib ular uyga qaytib uzoq va baxtli hayot kechirishdi. Natasha ham biroz vaqt o'tgach o'z baxtini topdi. Tamom.